Ha, ko'tolimiz yonishi. Ko'mirda yonyapti mana. Olmishni ochdi. Nechun bu? Mana yonish qanday bo'lyapti? Yonishi zo'r, xonani qara mana qilib qol. Rahmat, baraka toping. Qo'lingiz zat ketmasin. Yaxshi kunlarda ishlatib, chiroyli qilib foydalanib. Mana shamol berishlarimiz. Akal montajimiz yo'q, kabel tortib turibmiz bizda. Mana gradusga temperatura qo'yishlarimiz. Mana disk joyiga, disk ataplinaga qo'yib berdik. Chiroyli bo'ldi hammasi. Ko'mirda yoqqanmiz, ko'mirda qizyapti mana. Bo'ldi, endi shu ko'mir solinmaydi, bo'ldi boshqa. Ko'mir endi xonani harorati nafti 7 tagacha qarab turasiz. Ishonbo keyin qamir ko'ringan. Yonishi. Ha, yonishini ko'ring. Ko'mir yonishini ko'ring. Yaxshi. Mana bo'ldi. Yo, ishlab turibdi. Ha, shamol berib turibdi u. Hozirdan shamol berib turibdi-da, gradusga. O'chadi dedingiz, o'chmadi. Yo'q, go'chida mana yana qo'shib qo'ydik, yana ko'rak oxirigacha. Ha, nima dedingiz?